Qozog'iston boksi to'g'risida gapiradigan bo'lsam, mana Baxt keldi Sartikbayev do'stim. Mana shu yerda mana bu ko'ryapsizlar mana zalni. Shu yerda mana u arqon tortardik-da, mana nima molni baylaydigan arqon bo'ladi, molni. Molni baylaydigan arqondan tortardik, ring qilardik. Ring qilib, mana shu yerda solishardik. Baxt bir vesta bo'lganmi, Baxt bilan solish, u lekin kuchli edi. Uni biz ot derdik, ot bo'ladi, charchamaydigan ot. Shunday edi, rastliyni. Bu trenerlar ham xuddi shunday. U Baxt Sartikbayev trener bo'ldi degandan biz o'zi aytdim, u bizga juda katta problema bo'ladi deb. Chunki uni bilaman-da ishlashini. Bizga bu O'zbekiston boksiga endi qiyin bo'ladi, chunki Baxtni trenerlikka ishga kirganimiz bo'ldi kamida Qozog'istonda. Eta konkurensiya-da, u juda zaruriy konkurensiya nima? Sog'lom konkurensiya. O'shaning uchun bir tarafdan xursandman. Do'stim shuncha nima bo'lib, главный trener bo'libdi U22 ga. Bir совместный mana hozir sborga keldi, sbor qildi. Endi bu ham u себя do'ma-da. Baxaga chirchib, Tovoqsayda mamasi yashaydi, onasi uyi bor. Har bir prinkani biladi. Deshto hammasini biladi. O'shaning uchun komandani olib kelib sbor o'tkazib, mana musobaqaga qatnashyapti. Ko'rib xursand bo'ldim. Xudo xolasa bundan keyin ham совместный sborlar qilamiz. O'zbekiston, Qozog'iston dunyoda mana shunday konkurensiya qilsak, dunyodagi hammani yutamiz. Qolgani u hech narsa emas. Sog'lom konkurensiya, biz dunyoni egallaymiz, xudo xolasa, inshaalloh. Shuning uchun biz ringda faqat sport nima qilishimiz mumkin. Jarslarda mana kezishib, nima urishishimiz mumkin. Ko'chada mana ko'rganda biz og'ayimiz, oshnamiz, qardosh, даже qiz berib qiz olganmiz, shu darajalik yaqinmiz. Endi shuning uchun xudo xolasa shu O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham sportda har doim omad tilayman. Chin yurakdan aytyapman. Mana chin yurakdan Abdushi. Inshaalloh butun olimpiadada ham, jahon chempionatida ham o'z o'rnini topib, dunyoda qanaqa O'rta Osiyoda shunaqa davlatlar borligini dunyoda ko'rsatib qo'ysin O'zbekiston, Qozog'iston.